Marg'ilonda aylanib yuruvdim-da, bunday qilib hozir masalan yangiliklar. Endi bu qurilmaga ko'zim tushib qoldi. Bu nima deb so'raysizlar? O'zi uxlovga chiqarilgan bu yerda, lekin bu qurilmadan juda ko'p foydalansa bo'ladi-da. Haligi endi onaxonlar, otaxonlar, mana uylanmayotgan o'g'illaringiz bor-ku, mana shuni, mana shu qurilmani ikki qo'lda ushlab, yelka qismi, yumshoq qismlari, oyog'ini son tomonlariga 5 kilometr tezlikda tekkizasiz. Shu uylanmayotgan bolalarga aql bo'lishi uchun. Endi shuni deyishimiz kerak endi 2026-yilda uylanolmayotgan bolalarga endi mashina deyapmiz-da mana. Lekin uylanmasangiz mana 5 kilometr tezlikda mana shu onaxonlarga life hack. O'g'lingiz uylanmayman deb hali qizlardan ayb topayotgan bo'lsa, bemalol foydalanishingiz mumkin. Mana shunaqa sotyapti mana. Yoki uydagina ham ishlatsangiz bo'laveradi. Jab buni olishingiz shart emas. Sog' bo'lasiz. Mana bunisi uni Pro variant ekan, Pro Max variant ekan birinchi ko'rsatganim. Bu yana yiqilgandan keyin ustidan bunday qilib 5 km/soat yurgizib ham ko'rasiz, yanada ta'sirliroq bo'lishi uchun. Lekin zo'r narsa ekan. To'chni uylanadi. Bunday yegandan keyin. Assalomu alaykum hurmatli mehribonlar, obunachilar. Bugun bir noodatiy holda yana bir chiqish qilyapman. Yoshlarga, ukaxonlarimizga eng katta bir tavsiya, eng katta bir ko'ngildagi nima desam bo'ladi, izhorim. Erkak kishining eng katta baxti hunari ko'pligida. Bir xil payt Xudoga shukr, Xudoyim shuncha aql zakovat berib, hunarimizni ko'p qilib, o'sha hunarga intiltirganiga xursand bo'lib ketaman. Va sizlarga ham shuni tavsiya qilaman. Ana hozir misol uchun to'g'ri, zakslar yo'q payti, hozir to'ylar kamaygan payt, lekin hunar ana hozir bitta joyga mana kirgiliga duxkonturni kachol remont qilgani ketyapman. Bo'sh vaqtimda misol uchun uyimni remont qilyapman. Mana hozirgi zamonda misol uchun mashina minish ham bitta hunar, elektrni o'rganib olish ham bitta hunar. Mashinangizni remont qilib chiroyli olib yurish ham bitta hunar, uyingizni remont qilishingiz ham bitta hunar. Ko'cha-ko'yda yaxshi o'g'rilik bo'lib, chiroyli bo'lib, yomon yo'lga kirmasdan yurishda ham o'zi bitta hunar. Uylanish-ku katta hunar endi. O'shaning uchun hunarlaring ko'p bo'lsin ilohim. Tushkunlikka tushib qolmaslikka juda yordam beradigan narsa hunarni ko'pligi. Akmalagan faqat Mersda yurib, to'ylarda o'tkazib yuradi deb o'ylasham noto'g'ri. Mana Gentrada ketyapman, o'zimizni mashina. Boshqa paytda ishimizni qilib, hunarimizni qilib yuraveramiz. Kechada qolmaydi erkak kishi.